Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 26 fevraldan 1 martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 28 fevralda ayrim joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 27 fevral 1 martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 27-28 fevralda ayrim joylarda 20-23 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 26-27 fevralda 2-7 daraja sovuq, kunduzi 28 fevral va 1 martda 0-5 daraja sovuq, kunduzi 26-28 fevralda 0-5 darajalik, 1 martda 2-7 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26-28 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 28 fevralda ochiq hududlarda 20-23 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 26-27 fevralda va 1 martda 1-6 darajalik, 28 fevralda 3-8 darajalik, kunduzi 7-12 darajalikdan 13-18 darajalikgacha o'zgarib turadi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 26-27 fevralda 2-7 daraja sovuq, 28 fevral 1 martda 0-5 daraja sovuq, kunduzi 26-28 fevralda 0-5 darajalik, 1 martda 2-7 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 fevralda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 27-28 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26 fevral va 1 martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 26 fevralda ochiq hududlarda 20-23 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat 26 fevralda kechasi va kunduzi 7-12 darajalik, 27 fevralda kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik, 28 fevralda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik, 1 martda kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 12-17 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 fevralda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 27-28 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 1 martda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26 fevral va 1 martda ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 26 fevralda 20-23 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 26 fevralda 5-10 darajalik, 27 fevraldan 1 martgacha 3-8 darajalik bo'ladi. Kunduzi 12-17 darajalikdan 18-23 darajalikgacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26 fevralda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 27 fevralda kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. 28 fevraldan 1 martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 26-27 fevralda 3-8 darajalik, 28 fevralda va 1 martda 1-6 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.